Bolaning o'qish sifatiga uning ruhiy holati katta ta'sir o'tkazadi. Kelajakda muvaffaqiyatli inson bo'lishiga nafaqat akademik bilim, balki emotsional intellekt, tanqidiy fikrlash qobiliyati va muomala madaniyati rivojlangan bo'lishi kerak. Hozirgi kunda maktablar zimmasiga har doimgidanda ko'proq talablar qo'yilmoqda. Bolalar maktabda nafaqat bilim oladi, balki shaxs sifatida shakllanadi. Umumiy dunyo qarashi shakllanadi. Buning uchun esa sog'lom muhit juda muhim. Shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda bolalarning tarbiyasi aktual mavzuga aylanib ulgurgan. Shu sababli ota-onalar bolalarni xususiy maktablarga berishmoqda. Men ham farzandlarimni xususiy maktabga berganman. Mening tanlovim Baxtiyorov Academy bo'ladi. Bu maktabda bolalarni 7-sinfdan fakultetlarga bo'lishadi. Bu yerda tibbiyot, biznes yo'nalishlari bo'lib, ular bolalarni chuqurlashgan fanlar orqali universitetlarga tayyorlab berishadi va kirishni kafolatlaydi. Bu maktabning menga yoqqan eng yaxshi jihatlaridan biri bolalarning akademik ko'rsatkichidan tashqari, uning ruhiy holati, orzulari, ichki kechirmalari, umumiy rivojlanishiga e'tibor berishadi. Baxtiyorov Academy o'z natijalari bilan faxrlansa arziydigan maktab.